Ularni kasal, ularni kasal. Bizim Berni tumanımızda 5 ta ısıxana mevcut. Bugünkü kunda umumi maydanı 8'de ondan 7 gektar. Şundan 7 gektarı tamçılaş ve gidroponika uslubunda işleydi. Kalan 1'de 7 ananavi tuproqda yetiştiriladi. Hazır kunda ısıxanalarımızda 75 asosiy iş o'rni yaratilgan. Mevsumda 200'den ötüp ketadi. Mevsim işçilerni qo'shib hisoblaganda. Shundan yilgi mevsumda sifatli g'isht bilan kasvatchilar issiqxonasidan eksport bo'lib turibdi. Pomidor eksport qilindi. Hozir bugun bu yerda bodring ekilgan bo'lsa, agronom aytdi, Magnum sorti Ispanyaniki. O'zi Janubiy Koreya texnologiyasının asasında qurilgan bu issiqxona. Hozir turgan issiqxonamizdagi navlarni 15-yanvarda ko'chirilgan, ko'chat olib kelingan. Bize Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tarafidan bu issiqxonalar uchun subsidiyalarimiz bor. Shulardan biri masalan 50% gacha subsidiyalarimiz bor. Isitish tizimini xarajatlarni qaplab beradigan. Shu isitish tizimida uzilish bo'lmasligini yordam beramiz, monitoring qilib turamiz. Issiqxonalar sonini kengaytirish bo'yicha Nigar Asadbek fermer xo'jaligi bor. Shu Nigar Asadbek fermer xo'jaligida 1 gektar issiqxona bo'lib, yaqinda yana 3 gektar quriladigan bo'ladir. 3 gektar yangidan shu yana Janubiy Koreya texnologiyasini olib kelinadi. 26-yil sentabr oyida ishga tushish kerak, xudo xolasa. Issiqxonalarning asosiy afzalligi bu yerda eksport bo'lib turibdi. Yana xalqimizda shu yanimizdagi rayonlar ham qishin yozin, qishda endi asosan qishda bodring, pomidor, qishloq xo'jalik mahsulotlar bilan ta'minlanib turibdi. Yana shuncha ish o'rni yaratilib turibdi. 26-yilda 3 gektar qo'shimcha issiqxona tashkil qilinadi. Yana rejalarda bor, yana ko'paytirish.